Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizi başlayımız. Leksiye de size gacıyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün Çislak İşkimen 26. yıl 4. ayının 7. günü. Heptige Seyşembe vatandaşı. Bugünkü vaziyetimiz, ben üzem şundak oylayman, üzem sözlep kilovatkan, üzemnin bilim dairesi de. Ve ben işleyen dairdi yani. Akbaratçılık sahası da, leksiye sözde sahası işleyen dairemde. Şurada vaziyetke seliş doğandı, bunu ben bir ciddi özgür işlep karayım vatandaş. Bunu uçuk eğitmesem, hazır Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Mahkemesi. Tayvan doğrusu da, Tayvan bilen Cungo münasebeti doğrusu da bir bayanat ilan kıldı vatandaşım. İntayın ciddi bayanat. Bugün ben onu yetkizim silah geçkince o Prezident Donald Trump'ın İran meselesi bu içe. Sözlerini yetkizim vatandaşım. Bugünkü leksiyelerin başında intayın titik, intayın canlılık leksiyeler bu başında oylandı çünkü vaziyet ki münasebet şimdi. Bugün leksiyede size gacırız. Washington'da sözlerimiz. Yani şöyle asker çıkıyor vatandaşım. Hava bek soğuk. Bek soğuk. Bu cihan bu şey yaz bulamdı bulmam da onu bilmeyim ben vatandaşım. Kesinlikle ne? Hava bek soğuk. Şimdi bu ne? Evvel sizge yetkizişten avval kısa haberlerini mi koyup, vaziyetini mi koyup durup, muş haberinin yüzünü yetkizey. Evvel birinci olarak vatandaşım. Birinci olarak şunu anlayışıyız. Evvel mandakana. Prezident Donald Trump mundak görsetti. İran siyasi hakimiyeti bir külla el kılgıç vakit gelip kaldı. Kelişim imzalanışı gerek. Ondak bulmaydıyken elektrik stansi ve kövrük İran'ın kövrükleri kelgisi 4 saat içinde bombardıman kılındı. Mavzulu haber 4. ayının 7. günü Amerika bazının Xitay tel programı ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump mundak görsetti. İran siyasi hakimiyetiga bir günlük vakit kaldı. Kelişim imzalaydığan yaman garazlık hareketlerini toxtup ve fosfor boğazı da enerjiyet tuşuş tuzaklarını elip taşlışı gerek. Ondak bulmaydıken Amerika Birleşme Hareketi aslında, Amerika'nın Birleşme Hareketi aslında elektrik stansiyaları ve kövrükler tezli veyran kılış kuşraydı. Prezident Donald Trump 4. ayının 6. günü düşenbe Aksaray'da akbarat ilan kılış yığında muhbirliğe mandak görsetti. Washington vakti haftanın 2. günü kez saat 8'de kelişim imzalanıştan ibaret en ahırkı vakit bitip gelişten İran siyasi hakimiyeti bilen elip bardığan söhbet halkılık pay tutarvatıda. Ben köpçülükye şundak deymen ki geçirin la vatandaşım gördünüz mü aşamalını? Ben köpçülükye şundak deymen ki şundak deymen ki biz ula bilen yani İran yani biz yani ula yani İran hakiki niyetli bir söhbet ötküzüdü de biz hesaplayımız. Dep körsetti Prezident Donald Trump İran söhbet vekilleri doğrusu da toxtalgan çağda. Prezident Donald Trump karıştırıp vekilinin ismini eğizge almadı. Ama biz netice qarab turvatımız dedi. Prezident Donald Trump yani mundak görsetti. Muavin Prezident Vance, alayda elçi Witkoff ve Prezidentin məsləhətçisi Jared Kushner vekillik dedi ki, Amerika söhbət vekillər ümigi bu uğraşını ahırlaşdırış üçün söhbət trişçallığı köyüstüvatıdır. Bu tügüdüma vatandaş endi siz, kaysını anlaysınız? Toxtab durun indi. Toxtab durun. Kulağımda çıktı kesse uçku tutulmuş kağıt. Xuda saklasın kulağımda çıktı içine.
Birinci, ikinci, üçüncü, mana endi bu haberni anlaysiz vatandaş. Dikkat bilen anlama haberini vatandaş. Mavzu mundaq. Gomindanın reisi Cunguni ziyaret qilish arifsida Amerika Beijing bilan Taybeygacha. Beijing bilan Taybeyning, ya'ni Beijing Cunguni poytaxti, Tayvanning poytaxti. Ahmiyetli aloqa munosabatli bo'lishiga haydakchilik qildi. Anladınızmı mavzunu vatandaş? Anlang. Mavzulu haber 4. ayının 7. günü Amerika Ovozning Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Haber bunday başlandı. Washington, Tayvanda hokimiyat sirtidagi partiya daisi, ya'ni Kuomintangning daisi Junguni ziyorat qilgan shundaq bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bo'g'izi ikki qirg'oqdan diyaloglaşışni qo'llaydiganligini bildirdi. Tushundingizmi vatandosh? Necha zamanda sizlarga nima so'zlab keldik Tayvan to'g'risida? Necha zamanda yaqinga nima deb so'zlab keldik Tayvan to'g'risida vatandoshim? Diqqat qiling. Mushundaq bir payt, ya'ni Kuomintangning raisi Junguni ziyorat qilgan mushundaq bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bo'g'izi ikki qirg'oqdan diyaloglaşışni qo'llaydiganligini bildirdi. Lekin ahmiyetli ikki qirg'oq aloqa munosabati Beijing rahbarlik qatlami bilan Tayvanda saylamdan o'tgan doiralar o'rtasida har qanday oldingi shart qo'ymay qanoat yaydirilishi kerak. Suhbat ta'kidladi. Belki ikki qirg'oq o'rtasidagi ixtiloflar tinch yo'l bilan hal qilinish kerak, majburlash yuz bermasligi lozim. Tushundingizmi vatandoshim, gapni ketyapti. Yana bir anglayotgan shu abzasini. Washington, Tayvanda hokimiyat sirtidagi partiya, ya'ni Kuomintang partiyasining raisi Junguni ziyorat qiladigan shundaq bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvan bo'g'izi ikki qirg'oqning diyaloglaşishni qo'llaydiganligini bildirdi. Lekin ahmiyetli ikki qirg'oq aloqa munosabati Beijing rahbarlik qatlami bilan Tayvanda saylamdan o'tgan doiralar o'rtasida her qandaq oldingi shart qo'ymay qanoat yaydirilishi kerakligi ta'kidlandi. Balki ikki qirg'oq o'rtasidagi ixtiloflar diqqatga tinch yo'l bilan hal qilinishi, majburlash yuz bermasi kerak. Balki ikki qirg'oq o'rtasidagi ixtiloflar, ikki qirg'oq deganda Jungo Tayvan o'rtasidagi ixtiloflar tinch yo'l bilan hal qilinishi, majburlash yuz bermasi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bir nafar bayonotchisi 4. ayning 2. kuni Amerika ovoziga mundaq bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari ikki qirg'oq diyaloglaşishni qo'llaydi. Hamda ikki qirg'oq o'rtasidagi ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilinishi, majburlash bo'lmagan ahvol ostida ikki qirg'oq xalqlari qabul qila oladigan darajada hal qilinishi lozim. Ikki qirg'oq o'rtasidagi ixtiloflar hal qilinishi kerak. Balki majburlash bo'lmagan ahvol ostida ikki qirg'oq xalqlari, ya'ni Tayvan Jungo xalqlari qabul qila oladigan darajada hal qilinishi lozim. Vatandosh bu siyosatni bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi o'rtaga qo'yibotdi. Undaqda siz shuni tushuningki, Jungo quruqligida intayin zo'r o'zgarish bo'ladi. Vijay bujurigacha o'zgarish bo'ladi. Buni Tibet masalasi
biriye kayırıp koyulmaydı. Uyg'uriston meselesi biriye kayırıp koyulmaydı. Tayvan meselesi kayırıp koyulmaydı. Jungo quruqliqida intayin zor özgürlüş oldu. Çünkü bir yerde hazır işki partiya, hatta Tayvan'daki başka partiyalar bilen var. Jungo Kompartiyası alaka münasebetli buluşu gerek. Demek bu peytte, muşu peytte, yani Tayvan'ın Kuomintang Partisi'nin reisi Jungo'nu ziyaret kıldığın peytte Devlet İşlem Mahkemesi bayanatçısı Amerika Koşmuş Ştatlarının yukarıdaki bayanat ilan kıldı. Bunu koyup durun vatandaş. Muşu peytte degan sözü koyup durun. Kuomintang Partisi'nin reisi Jungo quruqliqini ziyaret kıldı, kılmaydı degan gapni koyup durun vatandaş. Lekin bayanat da şundaq değil de koyup durun. 5. ayının 14. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret kıldı. Hem de bunu deyimiz, muşundaq bir peytte. Bu akademde gap, muşundaq bir peytte. Yani Prezident Donald Trump Jungo'nu ziyaret kıladigan muşundaq bir peytte. Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Mahkemesi'nden bundaq siyasetni ilan kılışı tevraş. Uluq Okean, Janubi Deniz, Tayvan boğuzu. İşte qirg'oq, yani Jungo Tayvan münasebeti tevraş. Yer tevraş hasıl bulamdı o vatandaş. Ben muştariqa tuyuqsuz oyuldum ha. 2025 yılı 10. ayının 28-29. günü. Aeroplanla Koreyaga ketayotgan, Tokyodan Koreyaga ketayotgan, ziyorat ketayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Tayvan, Joshi Tayvan Xitoy tilida juma. Tayvan, it is Tayvan. İngiliz shundaq deydi deyman. Shundaq degan edi. Buning ma'nisi sizga aytmisi, menga aytmisimi? Tayvan, Tayvan, Jungo degan ma'ni deya vatandaş. Bugun suhbatga o'tiring dedi. Undaqda suhbatning mazmunini siz bilmaysiz. Biz bilmaymiz. Sebebi yazdı qandaq suhbat. İki taraf o'tirish ixtilof zodi nima? İki partiya, Kuomintang, Minjintang, üç partiya. Jungo Kompartiyasi o'tirish ziddiyat ixtiloflar nima? Bizga bu ma'lum. Tarix kişi ma'lum, bugün kişi nama'lum vatandaş. Bu suhbat qandaq suhbat? Ben şu sualını koyayım vatandaşım. 2022 yılı 8. ayının 2. günü sabah Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasının rahbari Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret kıldı. Tayvan'ı ziyaret kıldı. Amerika'nın tashqi siyosatıydı vatandaş. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump hükümeti devri. Bugün Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump'ning davridagi Amerika Devlet Meclisi. Bugün Prezident Donald Trump'ның rahbarligidagi Devlet Mahkemesi Jungo Tayvan o'rtasidagi ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilish degan gap bor vatandaş, hal qilish. Bu vaziyatning o'zgarishini men bugün 180 graduslik o'zgarish deb aytaman vatandaşım. 180 graduslik o'zgarish. Oxirdan her ishga qirg'oq xalqlari qabul qila oladigan darajada hal qilish lozim. Bu nafar bayonotchi yana mundaq ta'kidladi. Ahamiyatli ishga qirg'oq munosabati Beijing rahbarlik qatlami bilan Tayvanda saylamdan o'tgan doiralar o'rtasida har qanday shart qo'yilmagan ahvol ostida dialog edib berilishi. O'xshashda jumladan Tayvandagi boshqa siyosiy partiyalar bilan aloqa qilishning o'z ichiga oladi. O'z ichiga elishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining bunday ifoda bildirishi. Tayvanda hokimiyat sirtidagi partiya Kuomintangning raisi Jing Liben vakillar umikini boshlab Jungoni ziyorat qiladigan paytga to'g'ri keldi. 4. ayning 7. kuni 4. ayning 7. kuni safarga chiqadigan Kuomintang partiyasining raisi Jing Libenning bu qatimqi safari ishga qirg'oq tinchligiga tirishchanlik ko'rsatish deb ataldi. Jungo Tayvan o'rtasida tinchlikqa tirishchanlik ko'rsatish deb ataldi Kuomintang raisining Jungoni ziyorat qilishi. Bu qatimqi ziyorat Tayvan bo'g'izida vaziyat jiddiylashgan vaqtga to'g'ri keldi. Beijing Tayvanga besim qilishni kuchaytiryapti.
hem Tayvan'a ilgili hukuk yürgüzüş teşebbüsü de çıng turbatıdı. Tayvan'da Cungu işlerine mesul Cungu komiteti ötkepti mundaq taksildi. İşki qırğaq partiyaları alaka münasibetli buluşu, alakadar taraflarının alaka münasibet ponkişisi orada koyulması gerek. Yani partiye partiye oturuşu alaka münasibetleri hükümet taraf, dairler taraftaki alaka münasibet ponkişisinin orada koyulması gerek. Qurguluk komiteti Tayvan'ınki Cungu Kompartisi bilen Tayvan'da kanunlu saylandı ötken hükümet taraf bilen alaka münasibetli buluşunu, diyalog işini, ihtilaflarını, yömüştüsünü, şundak bolğandala işki qırğaq münasibetinin yaxşı terakki qilishini müracaat qildi Tayvan taraf. Beijing taraf Kuomintang'ın reisi Jiang Zemin'den Cungu'nun reisi Xi Jinping bilen görüşmeydiganligini qayd qilmadi. Kuomintang mundaq ta'kidladi. Söhbet arqali tinchlikni ilgari surish, aksincha Tayvan Demokratiya Taraqqiyot partisi Kuomintangni ayblab, Kuomintang Cungu Kompartisi bilan moslashib, Tayvanning mudofaa ishlarini ojizlashtirishga uriniyotidu deb aybladi. Ötken hafta partiya guruhlardan alqan Devlet Meclisi a'zolaridan tashkillangan Amerikaning vakillar umigi Tayvan Taybini ziyorat qildi. 3 ayning oxirlarida. Bu vakillar umigining boshlig'i Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi Tashqi Munosabatlar Komiteti Demokratlar Partisi mansubi Jenny Shahin 4 ayning 1-kuni Taybida Kuomintang'ning raisi Jiang Zemin bilan Cunguni ziyorat qildigan paytda mundaq ko'rsatdi. Kuomintang'ning raisi Jiang Zemin juma bilay yo'q o'tirdi. Kuomintang'ning raisi Jiang Zemin Cunguni ziyorat qildigan paytda mundaq ko'rsatdi. Diyalog deshish yaxshi ish. Şundaqla o yana mundaq ko'rsatdi. Cungu Tayvan'daki barliq siyasi partiyalar bilan aloqa munosabatda bo'lishi lozim. Yana o'zma endi vakillar umigining ikkinchi rahbari Cumhuriyetchilar partisi mansubi John Cortes 3 ayning 31-kuni Taybida matbuotga mundaq ko'rsatdi. Tayvan Shangangdan ibrat elishi lozim, Hong Kongdan ibrat elishi lozim. Cungu to'g'risida ham xiyollarda bo'lmasligi lozim. Endi hozir 180 gradus o'zgardi. Mushu xabarni mening o'ylaganlarimning oxirgi xulosasini men hozircha umid borlik bilan nima deyman vatandoshim? Nima deydi? John Cortes mundaq deydi. John Cortes mundaq deydi. 3 ayning 31-kuni Taybida matbuotga mundaq dedi John Cortes. Tayvan Shangangdan ibrat elish lozim. İki xil tuzum, bir davlat iki xil tuzum g'oyib. Bugun g'oyib. Demak, Tayvan bugun sen ham bir davlatda iki xil tuzum degan so'zning Shangangchi kartinasi ko'rib bo'lding, ibrat elishing lozim. Ikkinchi, Cungu to'g'risida ham xiyollarda bo'lmasligi lozim. Cungu Kompartiyasi to'g'risida ham xiyollarda bo'lmasligi lozim. Bu ishga gapdan, ya'ni kichkina ko'nglimiz amin topadi. Vatandaş. Nima ishqi nurg'un sabablar bor. Hozir sizlar so'zlab tugatmaymiz. Uni asoslar so'zlaymiz, sizlar qolsa so'zlab tugatmaymiz. Bu yerda amin topadi. Shunday aytganda voqealarning bu darajada taraqqiy qilishi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning Xi Jinping bilan kelar oyda Beijingda o'tkaziladigan yuqori darajaliklar suhbatidan burun Tayvan masalasi yanala yuqori darajaliklar suhbatida halqalik masalalarning birisi bo'lsa kerak. Bu muxbirning ehtimollik ichida qo'ygan bir jumlasi vatandosh. Shunday aytqanda men sizga boshda aytdim, o'tgan yil 10-28-29-kuni prezident Donald Trump aeroplanda ketib o'tib Tayvan, bu Tayvan demak Tayvan degan edi. Shundan keyin men bu yil 3 ayning 1-kuni sizga bir xabar yetkazdim.
Amerika Qo'shma Shtatlari Washington nashri qilingan diplomat jurnalida e'lon qilingan diplomat jurnal David Lamptonning maqolasini e'lon qildim. Esingizda bor. Amerika Qo'shma Shtatlari belgilaydi. Voqealarni belgilash sub'ekti Amerika Qo'shma Shtatlari. Jungo bilan Amerika o'rtasida savdo tijorat mavjud emas. Bu savdo tijorat siyosatga qaratilgan savdo tijorat. Sen anımanda qilsan, men manımanda qilman deydigan ish mavjud emas. Mutlaq mavjud emas. Amerika nima deydi shu hisob? Diplomat jurnalda David Lampton shunday degan. Amerika nima deydi hisob? Men qo'shib Amerika nima deydi shu hisob? Shuni ijro qilasan Jungo Tayvan. Men shunday degan edim vatandoshim sizlarga bugun vaziyat 180 gradus o'zgardi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar Tayvan Jungo o'rtasidagi dialoglaşishni qo'lladi. Ikki davlat o'rtasidagi ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilish degan so'zni ching tutib bilan. İxtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilish degan so'zni tutib bilan. Bugun Jungo quruqligi olamshumol o'zgarish yetib keldi. Sen qabul qilsangmi shu, qabul qilmasangmi shu o'zgarish sana yetib keldi. Bunun taraqqiyotini keyin ko'raylik. Kechiringlar, yana to'ngab ketdim vatandoshim, bir liksiyam kelib qoldi. O'tgan tungi so'zlagan liksiyamning oxiri chiqmadi. Uzr sizlardan kechirim, apul so'raydiganim, ma kameramdan vaqt tugab ketdi. Bu 6 yil burun olganidim 200 minutga yetadi. Endi eng oxirida hozir 8 minutga 18 ga yetmaydigan bo'lib qoldi buning. Kameraning batareyasi tugab ketdi. Shu sababdan o'tgan so'zlagan liksiyam masalan büyüklengar to'g'risi to'xtalgan liksiyamning oxiri chiqmay qoldi vatandoshim. Men sizlardan apul so'ray. Endi keyingi vaqtda Alloh xolisi yana ko'rishimiz sizlar bilan.